Allohim o'zi mehribon o'rtoqlar. Bunaqangi chiroyli xonadonlarni hammamizga nasib ro'z aylasin. Qaranglar, 3,5 sotuvda shunaqangi chiroyli qasr saroyi qurib qo'yishibdi. 6 ta xonasi bor ekan, 3 qahramon postidan o'tganda Parvoz mahallida qurilgan. Yozgi oshxonalarni patologini grilyato qilingan. Darvozaxonasiga hattoki lyustralar ham o'rnatilgan. Qarang do'stim, qasr saroy qurish uchun 10 sotuvli yer kerak emas ekan. Atiga 3,5 sotuvga ham shunaqangi qasr qursa bo'lar ekan. Binochiga kirishimiz bilan chiroylikgina hol, venetsiankali devorlar, televizorli zonalarga alohida ahamiyat berilgan devorlarda birat chiroqlar ishlatilgan, har bitta millimetrda o'zgacha naqshlar. Natijnoy patologli oshxonamiz va bu yoqda keldi-ketdi qarindoshlarni, nozik-nozik mehmonlarni olib kirish uchun chiroyli uzun bir mehmonxonalarimiz va katta lyustralarimiz ilingan. Bu yoqda umumiy sanuzillarimiz qilingan. Hurmatli mijozlar, shu xonadonga necha pul ketgan deb o'ylaysizlar? Yozib qoldiringlar-chi o'rtoqlar. Eng maza qiladigan joyi ota-onalar yotoqxonasidan orqa hovlisiga qaragan, orqa hovlida mana shunaqa yashil dekoratsiyalar ishlatilgan ekan. Kechki qavatga chiqqanimizda koridor, ko'rganimizdek mana shunaqa katta lyustralarimiz ilingan, umumiy sanuzellarimizga ham zo'r kafellar ishlatilgan. Bu tomonda farzandlar uchun chiroylikgina yotoqxonamiz va to'liq podvalimiz qilingan, uni ko'rsata olmadik. Bu yoqda ham bitta yotoqxonalarimiz qilingan ekan, o'zinchida sanuzellariga ham ega ekan. Xonadonimizda kanalizatsiya bor.